Aziz challenge'imni 13-kuni men bitta narsaga e'tibor berdim qizlar. Ochqash haqiqatan to'lqin bo'lib kelar ekan va o'sha paytda to'lqin bo'lib kelgan paytda, misol uchun soat 6dan keyin ovqat yemaysiz-ku. Ochlik hissiz, suv ichsangiz to'yib, ochlik hissi 10-15 minutda o'tib ketadi. Va men 2 marta ovqatlanyapman. 2 marta ovqatlanishning yaxshi tarafi 2 marta bo'lsa ham qorningiz to'yib, yaxshi ovqat yeysiz. Chunki agar 3 marta qorningiz to'yib ovqatlansangiz, kaloriya ko'payib ketishi mumkin. Kaloriyani bo'lsa o'zim hisoblashga eringan paytim cho'chib ichiga hammasini yozaman. Nima yeganlarimni grammlab yoki o'zi grammlab o'lchab o'rgandan keyin taxminan bilib qolar ekansiz. Necha qoshiq, necha gramm bo'lishini, qancha hajmda, necha gramm bo'lishini. Hammasini yozaman yoki Gemini'ga yozaman, hammasini hisoblab beradi. Ma'lumotlarim foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying.